Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, biz Xitoyni Foshan shahridamiz va ahamiyat bergan bo'lsanglar, Haygoldni главный ofisiga, главный showroomiga keldik. Bu loyihani avtori Pininfarina Farini, to есть tushuncha hosil qilish uchun Ferrari'ni razrabotka qilgan dizaynerskiy kompaniya. Hozir biz sizlarga qisqacha obzori, ichkarilarini ko'rsatamiz. Ketdik. Voy, qaranglar, mana bu kutayotgan installyatsiyani, nержавеющая сталь. Ideya просто bomba. Вот hozir bu konsepsiyani umuman hozir ko'rib turgan sizlar hozirgi mana shedevrni bizani ведущий spetsialistimiz, dizaynerimiz Zafirbek ikki og'iz gap bilan tasvirlab bersangiz. Albatta, bizni kutib olgan ushbu keng katta hollimizda timeless bionik uslublar ishlatilgan ushbu Haygold kompaniyasi nafaqat arxitekturada ko'plab o'zi ishlab chiqaradigan produktlarda ham ushbu zamonaviy bionik uslublarni ishlatadi. Keyingi videolarda ham har bitta detallarga alohida to'xtalamiz. Da, tushunishlik uchun har bitta element, har bitta округленность hamma yoqda qaytarilib, o'zini stilistikasini, o'zini nima deydi, atmosferasini saqlab qolgan holatda oxirgi qavatgacha showroomni от А до Я yetkazilgan. Молодцы. Просто сразу чувствуете, что работали тут naстоящие творческие люди. Ketdik. Bu maketga endi alohida baho bersa ham bo'ladi. Hozir ko'rib turganingizdek, biz mana shu birinchi kompleksi, mana shu joydan kirdik. Mana shu joyi ichidamiz. Hozir mana shu binoni, mana shu proyektni ichidamiz. Lekin bundan tashqari bu yoqda 3 ta kompleksdan tashkil topgan Haygoldni binolari joylashgan. Umumiy maydoni 600 ming kvadratdan iborat bo'lgan. Bu stilistikasi, buni joylashuvi, buni atmosferasi, maketda boshqa gap. Tashqarisida umuman boshqa atmosfera. Gap yo'q. Umuman olganda biz hozir Haygoldni muzeydamiz-da. Zafirbek, hozir bularni mana 8 ta направленияsi bor. Гардеробный, санузел, душевые, смесители, кухня. Bularni hammasini hozir перечислять qilishga to'g'risini aytsam, undan ko'ra kelib ko'rgan yaxshi. Mana bu yerda brendni o'ziga yarasha tarixiga egaligi, qattan qanaqa. Mana bu kishimizni Mr. Elvin, bu odam butun mana shu korporatsiyani rahbari, juda skromniy odam ekanlar. Hali ular bilan nasib qilsa bitta 5 tashlab tanishib olamiz. Yana yaqinroq. Mana bu korporatsiyani, kompaniyani brand honor deyapti. Brendni g'ururi. Bu menimcha g'ururlansa arziydigan ko'rinish deb bilaman. 30 tadan ortiq nagradalar. Yana bir muhim ma'lumot, kompaniyani 1000 tadan oshiq patent qilingan mahsuloti mavjud. Ayni damda biz Haygold showroomning 2-qavatdamiz. 2-qavat bizda muzey hisoblanadi. Hozirda oshxona mebellari, aksessuarlari, mexanizmlarini ko'rib chiqamiz. Мы на кухне, и сейчас я вам продемонстрирую самый трендовый механизм 2026 года – StarMove 2.0. Вы только посмотрите, на что он способен, как плавно он открывается мягким движением руки. Вау, magic. Продолжаем наводить порядок на кухне, и в этом нам поможет механизм Tourbillon. Вы только посмотрите, на что он способен. Полки изящно выдвигаются с глубины шкафа, а также проворачиваются на 360 градусов, что позволяет нам дотянуться абсолютно до любой интересующей нас вещи. Также, если вам не хватает высоты полки, можно с легкостью демонтировать и увеличить расстояние между полками, что является основным плюсом данного механизма. Еще одна замечательная приблуда – Scherer 3.0. Только посмотрите, на что он способен. Плавно открывается выдвижной ящик, но это еще не все, ведь у него есть дополнительный скрытый отсек для вилок, ложек и остальных кухонных принадлежностей. При желании легко трансформируется во что-то иное. Скажем, я могу заменить таймеры на эти большие ложки легким движением руки. И, пожалуй, самый удобный механизм Swing Trace 3.0. Что он из себя представляет? А представляет он из себя выдвижное карго. Только посмотрите на это. Легким движением руки я могу достать чайник
Могу достать кастрюлю, и мне до этого не нужно лезть куда-то глубоко. Также аккуратно он закатывается на место. Легко, классно, а самое главное, комфортно. Endi siz bilan High Gold garderob mexanizmlari bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda tepaga o'zimizning kiyimlarimizni ilishimiz ham mumkin. Kerakli narsani qo'yganimizdan keyin yana tepaga joylashtirib qo'yishimiz ham mumkin. Juda ham kam joy egallaydi. Pastda ham shimlarimizni yoki sharf boshqa kiyimlarimizni qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerga sumkalar yoki oyoq kiyimlarni qo'yishimiz ham mumkin. Juda ham qulay qilib ishlangan va burchak joylar uchun juda ham qulay, kompaktni mexanizmimizni tepaga kiyim, pastga shim yoki sharf, eng pastga oyoq kiyim yoki sumkalarni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu mexanizmimizni ayollar parfumeriyasi uchun ko'rishimiz mumkin. Funksiyasiga qarab juda ham ko'p jihozlar ketadi. Albatta bu kabi tortmalardan bir nechta mexanizmlarimiz bor. Bu yerga sharflarimiz yoki bir nechta katta qo'lqoplarimizni joylashtirishimiz mumkin. Va yana shu kabi. Keyingimiz ushbu mexanizmga ko'plab shimlarimizni, sharflarimizni yoki boshqa kiyimlarimizni qo'yishimiz mumkin. Albatta pastda ham bizda katta tortmamiz bor. Bu yerga boshqa kiyimlarimizni yoki ishlatilmayotgan kiyimlarimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tepada kichik aksessuarlar uchun bir nechta bokslar joylashtirilgan. Yuqori qismimiz albatta funksionalni, bu joyga ham kiyimlarimizni qo'ysak bo'ladi. Keyingi mexanizmimiz bu taqinchoqlar uchun bo'ladi. Chiroyli qilib turli bloklarga ajratilgan. Ikkinchi mexanizmimiz xuddi oldingi ko'rganimiz kabi sharf va qo'lqoplar uchun mo'ljallangan. Va pastda shu kabi yana bir nechta qavatlarimiz mavjud. Tepa garderob, undan tepa yana funksional bokslar uchun joy ajratilgan. Ushbu stendimizda High Goldning eshik petlilarini ko'rishimiz mumkin. Albatta ochgan vaqtimizda juda ham yumshoq ochilish. Yopganimizda ham o'zini smooth mexanizm bor, sekin, ovozsiz yopiladi. Bu yerda esa tortmalar uchun mexanizmlar ko'rishimiz mumkin. Ochilishi va yopilishi ham juda yumshoq. Bu stendimizda oshxona uchun moykalar ko'rsatilgan, ko'rishimiz mumkin. Ana endi siz bilan ultrasonik funksiyasi bilan tanishib chiqamiz. Bu sabzavotlarni va mevalarni foydalanishdan oldin mikroblardan tozalab beradi. Bosamiz. Vibratsiya va tovush orqali mevalarimizni tozalab beradi. Ushbu stendimizda sanuzil uchun rakana ko'rsatilgan. Rakanamiz eni 2 metr va bir vaqtda 2 kishi foydalanishi mumkin. Model nomi Sitsiliya, ya'ni Italiya shaharlaridan biri. Ushbu shponimiz ham Italiyadan olib kelingan. Ochib ko'rishimiz mumkin. Ichkari qismi ko'plab funksiyalarga ajratilgan. Ushbu rakovinamizning ko'zgusida maxsus multifunksional monitor joylashtirilgan, ko'rishimiz mumkin. Bu orqali biz video ko'rishimiz, musiqa eshitishimiz, undan tashqari yorug'liklarni boshqarishimiz mumkin. Bu albatta foydalanish imkoniyatini yana ham oshiradi. High Gold mahsulotlari 110 dan oshiq davlatda ko'rsatilgan va shu bilan bizning pakazimiz yakuniga yetdi. High Gold mahsulotlari kerak bo'lsa, High Gold O'zbekistonga murojaat qilinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Rahmat.